Damas 2026 versiya eng prostoy pozitsiyasi ekan. Hozir наличиеda mavjud ekan Marg'ilonda avtosalonimizda. Salonlari ham o'ta ham akkuratniy bo'lib, ba'zi konditsionerlarigacha, hamma rullarigacha elektronika ekan. Bagaj qismi ham tiniq bo'lib ochiladigan, hamma kengina shunaqangi joylarimiz ham bor. Orqa o'rindiqlarni ham ko'ringlar. Orqada bemalol 3 kishi bemalol ketaverar ekan. Oldida ham mana sideniyasi tushar ekan. Bemalol 3 kishi o'tirib ketadigan ekan. Oldilari ham tiniq, kengina, idealniy variantda. Bu birinchi pozitsiyasi ekan. Eng ekonom versiyasi ekan. Mana bu yerda prayslari bor ekan. Marg'ilonda avtosalonimizda mavjud. Motorlari 1.2 bo'lar ekan. Bu prostoy versiyasiniki shunaqa bo'lar ekan. Full versiyasida 1.5 motorli bo'lar ekan. Bemalol metan qo'yib ishlatsalar ham bo'laveradi. Bundan tashqari oilaviyga ham, семейныйga ham idealniy variant ekan.